Hozirgi kunda ko'pchilikni qiynab keladigan muammo xurrak va apnoe hisoblanadi. Xurrak va apnoeni keltirib chiqaruvchi omillardan biri esa ortiqcha vazminlik, semizlik hisoblanadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga bir kunda 1 kilodan ozishning sirini videoning oxirida aytib o'taman. Xurrak, apnoe, ya'ni nafas to'xtashini hozirgi kunda jarrohlik yo'li bilan davolayapmiz. Buni ustida ustozlarimiz ish olib borishyapti va natijalari juda ham zo'r. Lekin men ko'p kuzatyapman, xurrak, apnoega shikoyat qilib keladigan bemorlarimiz 100 kilodan oshiq bemorlar. Men shu bemorlarga tavsiya qilgan bo'lardim, birinchi navbatda ozib ko'rishdi. Sababi ortiqcha vazn bilan jarrohlik amaliyotiga olish, unga narkoz berish qiyin hisoblanadi. Shuning uchun 100 kilodan oshiq bemorlar, sizlar mana bu retseptni yozib olinglar. 1 litr suvga 1 litr sutni aralashtiramiz va uni qaynatamiz. Unga esa 2 qoshiq ko'k choy ekstraktidan qo'shib, uni 1 soatga dimlab qo'yamiz va bu yog' erituvchi super damlamani kun bo'yi ichib yuramiz. Bu usuldan albatta siz foydalanib ko'ring. Agar sizga foydasi tegsa, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Sizda ortiqcha vazn bo'lmasa ham xurrak, apnoe shikoyat qilayotgan bo'lsa, albatta lor shifokoriga murojaat qiling. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni bilib borish uchun biz sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.